Bismillahirrohmanirrohim. Fotif Dimonning asaridan lavha. Qalpog'ini qo'lida tutgancha o'zi dengizga otgan qarmoqning uchini bitta yarimta baliq qimirlatib qolishini kutib, qo'lida mo'jazgina kitob ushlab o'tirgan bir baliqchiga yaqin keldim. Yarim qarich o'sib ketgan mosh kichiri soqolli, shop mo'ylov bu baliqchi haykaldek xatib, ma'buddek mahobat bilan o'tirar edi. Boshida soch qolmasligiga sabab baliq tutishning qiyinchiliklari bo'lsa kerak degan xayolga bordim darrov. Baliqchiga yaqinlashgan sarim uning yuz ko'rinishi darvesh sifat ekani ma'lum bo'ldi. Shundagina yoniga keldim. "Keling", dedi u. "Nimanidir qidirayotganmidingiz? Agar baliq qidirib kelgan bo'lsangiz, mening qarmog'imga baliq hech irinmaydi, bilib qo'ying. Borib boshqalardan sotib olavering." Bu gaplarni xuddi men uni bajarayotgan muqaddas vazifasidan chalg'itayotgandek ohangda gapirdi. Bir nafasda bu gaplarning barini aytib, menga teskari o'girilib oldi. Men undan faqatgina bir narsa so'ramoqchi bo'lgan edim, xolos. "Yo'q", dedim. "Shunchaki so'ramoqchi edim. Bu juda qiyin ish. Bu ishda sabr kerak. Tushunmagan joyim shuki, sabrli bo'lish uchun nima qilish kerak? Men dengizga qaragan chog'im o'zimni tiyib tura olmayman. Ishqim jo'shadi. To'lqinlanib ketaveraman. Pinhon so'zlarimni bir nafasda aytib tashlayman. Sizchi, siz qanday qilib sabr qilasiz?" Baliqchi kitobdan asta nigohini ko'tardi. Ko'zlarini quyosh nuridan qisib yuzimga tikildi. "Aniq-ku bu taqsir. Bu ishda sabr lozim. Sabr uchun esa ishq va muhabbat lozim. Bu qanaqa ish bo'ldi o'zi? Bittagina baliq uchun shu yerda soatlab toqat qilib o'tirishga olib boradigan. Bittagina baliq ovlash uchun ham bu ishga ishq bilan kirishish kerak bo'ladimi? Hech qaysi ovchi bu yerda baliq uchun sabr qilib o'tirmaydi. U rizq uchun sabr qiladi. Savodsizlar esa buni tushunishmaydi. Biz tutgan baliqlar shunchaki badanimizni to'ldiradi. Bular shunchaki bir hadya xolos. Yaxshilab tikilsangiz, buni baliqlarning ko'zidan ham o'qib olasiz. Ishqning mag'zi shukurdir. Baliqning shukuri o'lish. Bizning shukurimiz esa rizq bo'lsa, ularning qaysi biri qiymatliroq? O'lganmi yoki to'yganmi? Tag'in siz bitta baliq tutish uchun ham ishq kerak bo'lar ekanmi, deysiz. Ishq nimalarga kerak bo'lmaydi deysiz. Odam zotining aqli noqisda. Odamning ishqi qora tuproqqa ham, bir tomchi suvga ham, bir parcha qog'ozga ham tushaveradi. Ishqni nega bir narsaga cheklab qo'yaverasiz? Ishq degani har bir narsaning mohiyatida mavjud narsa emasmi? Men unga bor yo'g'i bittagina savol bergan edim. Uning shuncha gaplari nega aytildi? Boshim qotib qoldi. Bu odam mazkur gaplarni nega menga aytib berdi? Tan olayki, baliqchi fikrini juda chiroyli ifodaladi. Unga nima deb javob berishni ham bilmay qoldim. Unga so'z qotgudek holim ham, aytgudek so'zim ham yo'q edi shu payt. Bu odam meni savodsiz dedimi? Tag'in umri kitoblarga ko'milib, ilm olish bilan kechgan odam bo'lsan. Baliqchining oldidan ohista uzoqlashar ekanman, ko'zim u hozirgina yonidagi mo'jazgina o'rindiqqa qo'yib qo'ygan kitobga tushib qoldi. Kitobning ustiga husnixat bilan ishq va muhabbat ilmi deb yozilgan edi. Ishq va muhabbat ilmi? G'alati-ku. Bunday kitobni o'qish tugul otini ham eshitmagan ekanman. Bu odamni shu yerda ko'rib, u bilan gaplashib qolishim tasodifmikan? Nahotki, bu shunchaki tasodif. Ovingiz baroridan kelsin taqsir, rizqingiz mo'l bo'lsin dedim va u yerdan uzoqlashdim. Rizqi ko'p insonning yo'li oz bo'ladi. Bu yo'lda oz ham bir, ko'p ham. Ehtiyot bo'ling, qarmoqqa ilinib qolmang o'g'lim, dedi Hasan baliqchi. Hasan oshiq, Hasan hattot ham deydilar.